Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan IDC milliy sertifikat kitobining variantlarini ko'rib o'tamiz. Bugun sizlar bilan mana IDCning birinchi variant savollarini, yechimlarini qilishga harakat qilib o'tamiz. Qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilaman. Xo'sh, ketdi. Birinchi savoldan boshlaymiz. Birinchi savol. Bizga aytibdi ekan, agar deyapti ABC turli tub sonlar uchun. Demak, bular qanaqadir tub sonlar. Tub sonlar uchun I kub A kvadrat B kub mana shu narsa 10800 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana shu yig'indining qiymatini topishimiz kerak ekan. Xo'p, demak, I kub olishni birinchi o'zini qonun qoidalarini bir eslab o'tamiz. Ya'ni I kub qanaqa holatlarda olinardi? Bilamiz, ixtiyoriy bitta sonni qanaqadir biz, misol uchun A sonini birinchi qanaqadir tub sonlarning, misol uchun m ning n'inchisi ko'paytirilgan x ning y'inchisi, xullas va hokazo ko'rinishda qilib yozib olardik. Va ikkita bir xil ifoda keladigan bo'lsa, misol uchun m ning n'inchisi -1 va hokazo y ni kubi, mana shunaqangi holatlar kelib qolsa, shularning ichida I kub olayotganimizda ikkalasida borini ham, yo'g'ini ham. Borlari bo'lsa eng kattasi, yo'qlari bo'ladigan bo'lsa, o'shani o'zini olardik. Demak, hozir mana bu joyda ham xuddi shu xossadan foydalangan holatda ishlaymiz bu misolni. Demak, hozir asosimizda mana bu turgan A soni tub son, ya'ni tub son darajasi kelyapti. Demak, I kub olayotgan paytimda ikkalasida bor sonlarning eng kattasi. Demak, ikkalasida ham A bor, katta darajadagisi A ning kvadrati. Xo'p, ikkalasida ham B bor, katta darajada turgani B ning kubi. Ikkalasida ham C bor, katta darajada turgani C ning 4-inchisi. Demak, I kubning qiymati mana shunga teng va mana shuni qiymati bizga 10800 ga teng bo'lib qoldi. Agar mana shunday bo'ladigan bo'lsa, endi ABClarning qiymatini topishim kerak. Buni topish uchun nima qilaman? Mana bu turgan sonlarim menga mana shu ABC sonlarim 10800 ni tub bo'luvchilari bo'lib qolyapti hozir. Shularning darajalari. Demak, 10800 ni birinchi tub ko'paytuvchilarga ajratib olsak. Birdan yozib ketishga harakat qilaman. Adashmasam buning qiymati 2 ning 4-inchisi, 3 ning kubi, 5 ning kvadratiga teng bo'lib qoladi. Demak, mana shu joyga shu narsalarni qo'ysam, 2 ning 4-inchisi, 3 ning kubi ko'paytirilgan 5 ning kvadrati. Agar mana shu qiymatlarni qo'yadigan bo'lsak, hamda mana bu tenglikni ikkita tomonini ayniyat qiladigan bo'lsam, mana bu bilan menga A barobar necha 5 ekanligi, B barobar 3 ekanligi hamda C barobar 2 ekanligi kelib chiqadi. Bularni topdim. Endi demak, A ga B ni qo'shib C ni ayiradigan bo'lsam, 5 qo'shuv 3 ayiruv 2 barobar 6. Demak, bizga javobimiz B javob bo'lib qolar ekan. Demak, birinchi savolda hech qanaqa muammo yo'q. Ikkinchi savolimizda bizga ifodaning qiymatini 100 dan birlar xonasigacha aniqlang degan ekan. Xo'p, ketdi qaranglar. 0.1, 0.2 hamda 0.3 ning hammasini maxraji 10 dan tashkil topadi. Demak, biz ularni suratlarini ko'paytma holatini yozib, maxrajiga 3 ta son bo'lganligi uchun ham 10 ning kubini yozib ketaman. 3 ta 10 ko'payib 10 ning kubini beradi. Ayru qolganlarida ham xuddi shu narsa. 2, 3, 4 taqsim 10 ning kubi. Qo'shuv 3, 4, 5 taqsim yana 10 ning kubi. Mana shuni qiymatini hisoblab ko'ramiz. Hisoblaydigan bo'lsam, maxrajlarimiz bir xil, suratda turgan sonlarning yig'indisi hamda ayirmalarni ko'rib ketaman. 6 ayrilgan 24 qo'shilgan 60 taqsim 1000. Endi buni qiymatini hisoblaydigan bo'lsam, 6 dan 24 ni ayiradigan bo'lsam, biz 36, 36 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsam, 42 taqsim 1000 bo'lib qoladi. Buni o'nlik asl ko'rinishda 0.042 ko'rinishda yozib ketamiz. Bizga endi sonni qiymatini 100 dan birlar xonasigacha ketdi. Xonalarni raqamlab chiqaman. Menda mana bu 10 dan birlar, mana bunisi esa 100 dan birlar xonasi hisoblanadi.
uni yaxlitlash uchun undan keyingi turgan songa qarardik va u son 5 dan kattami yoki 5 ni o'zi kichkinami yoki 5 ni o'ziga tengmi bilishimiz kerak. Qarayapmiz, hozirgi holatda 2 degan sonim 5 dan kichkina. Demak, bundan bu yog'ini 0 qilaman va qolgan sonni yozib qo'yaman. 0.04 taqriban chiqadigan qiymatim shu ekan. Va bizda bu B javobda berilyapti. Xo'p. Keyingi misolimiz, 3-misolda bizga aytibdi, agarda Abbos xarid qilgan mashinaning narxi ketma-ket 2 marta 10% dan arzonlashdi. Agar mashinaning narxi shuncha bo'lgan bo'lsa, xo'p. Demak, dastlabki holatdagi narxim 12 ming edi. Endi 10% arzonlashdi deyapti. Demak, bilamizki, butun bir narsa bizga 100% hisoblanadi har doim. 10% ketadigan bo'lsa, 100% dan 90% qoladi. 90% qismda biz 0.9 deymiz. Demak, bo'ldi. Mana shu holatda, birinchi holatdagi narxim mana shunday bo'lgan. Buni hisoblaydigan bo'lsam, qiymat bizga necha chiqadi? 18 8 9 10. 10800. Keyin yana 10% arzonlashibdi. Demak, 10800 bo'ldi ikkinchi holatda. U endigi holatimiz uchun mana shu qiymat 100%. U yana arzonlashgan bo'lsa, yana 0.9. Buni hisoblaydigan bo'lsam, bizda adashmasam 9720 degan javob chiqishi kerak. Va bu B javobda turibdi. Xo'p, keyingi savolimizda bizga ketma-ket kelgan bir nechta butun sonni o'rta arifmetigi 16 ga teng. Bu sonlarni eng kattasi va eng kichigidan 12 ga katta. Bu ketma-ketlikning ikkinchi va uchinchi sonlar yig'indisini toping. Demak, qaranglar. Ketma-ket sonlar bo'lsa, demak n dan boshlangan desak, undan keyingisiga o'tishim uchun n plus 1. Undan keyingisiga o'tishim uchun n plus 2. Va hokazo boramiz. Oxirdagi sonimiz qayergacha boradi? N plus, qaranglar, ayirganimda 12 ga qolishi kerak. Ya'ni bu sonlarni eng kattasidan eng kichigini ayirsam 12 qolishi kerak. Demak, mana bu joyim n plus 12 gacha davom etishi kerak. Shunda menga mana bu son hamda mana bu son ayirmasi 12 ga teng chiqadi. Bo'ldi. Demak, endi bularni yig'indisini yozib ketsak birdan, mana bu joyda virgullarni o'rniga yig'indiga o'tkazib yozsam, n'lar soni nechta? Mana 0 dan boshlanyapti. Mana 0, 1, 2 va hokazo 12 gacha borgan bo'lsam, 13 ta n bor. Va mana bu undan qolgan qismi bizga 1 qo'shuv 2 qo'shuv 3 qo'shuv va hokazo qo'shuv 12 ko'rinishda bo'lib qoladi. Demak, bu sonlarda mana shu narsa o'rta arifmetik degan ekan. Xo'p, biz mana bu narsani soddalashtirib qo'yaylik. Hali o'rta arifmetikni hisoblamadim. Demak, hisoblasak 13n qo'shuv 13, ya'ni birinchi va oxirgi xat arifmetik progressiya formulasiga qo'ysam, taqsim 2 ko'paytiruv soni bizga 12 ta. Hisoblaydigan bo'lsam, bu bilan bu 6. Demak, 13 qavs ichida n plus 6 ga teng bo'lar ekan. Endi o'rta arifmetigi 16 deyapti. Aytdik, hozir bu yerda bizlar aytganimizdek 13 ta son bor. Demak, 13 ta sonda o'rta arifmetigi 13 qavs ichida n plus 6 ni 13 ga bo'lganimda 16 chiqibdi. Demak, bularni qisqartirib olsam, n ning qiymati 10 ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, agarda n 10 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bizdan so'rayapti ketma-ketning ikkinchi va uchinchi xatlari. Ikkinchi va uchinchi xatlari bizga ikkinchisi 11, uchinchisi 12 bo'ladi. Bu birinchi xat. Demak, bu ikkalasini yig'indisini ko'radigan bo'lsam, 23 ga teng bo'lib qolar ekan. Ya'ni bu C javob bo'lar ekan. Xo'sh, yaxshi. Demak, keyingi savolimizda bizga 5-savolda agarda mana shu tengliklar o'rinli bo'ladigan bo'lsa, a va b ko'paytmasini topishim kerak. Ketdi. Men hammasini mana buni 2 darajalariga olib olaylik. 2 ning kubi, 2 ning kvadratini 4-chisi bo'lsa, 2 ning 8-chisi, 2 ning 4-chisini 4-chisi bo'lsa, 2 ning 16-chisi. Umumiy hisoblaydigan bo'lsak, 2 ning darajasida 24, 29-chisi bo'lib qoladi va buning qiymati
2 ning darajasida a ko'paytiruv 2 ning darajasida 2 ta b ga. Xo'p, endi bularni ham yana soddalashtiradigan bo'lsam, 2 ning darajasi a plus 2 ta b bo'lib qoladi. Demak, uzr, mana bu joyda 5 ga o'xshab ketganiga adashdim, adashmasa 3 edi bu. 3 bo'ladigan bo'lsa 27 bo'ladi mana bu joyi. Mana bu joy 27. Shunda a plus 2b, ya'ni asoslarni tashlab yuborsam, shunchaki mana bu 2 bilan mana bu tashlasam, darajalarni tenglashtirib a plus 2b ni 27 ekanligi hamda a plus b ni yuqorida bergan shartga ko'ra 19 ekanligi kelib chiqadi. Ikkalasini shunda ayirib olsam, b ni qiymati bizga nechaga teng? 8 ga teng chiqadi. A ning qiymatini topsam, pastda mana bu joyga olib qo'yib, A ni topadigan bo'lsam, 11 ga teng chiqadi. Bo'ldi, A va B topib kelib chiqdi. Demak, ikkalasini ko'paytmasi menga 88 ga teng bo'lib qolar ekan. Ya'ni D javob. Xo'p, keyingi misolimiz bizga agarda x imizning qiymati 7 taqsim 25 ga teng bo'ladigan bo'lsa, quyidagi ifodani qiymatini topishimiz kerak ekan. Xo'p, birinchi o'rinda hozir mana bu turgan x imni shunday olib borib x ni o'rniga qo'ysam ham bo'ladi, lekin hozir men unaqa qilmayman-da. Mana bu ildizosni birinchi soddalashtirib olamiz. Ya'ni qanaqasiga? Mana bu ko'rinishda yozaman. 1 minus x kvadrat ayrilgan 2x ko'paytirilgan ildizosda 1 minus x kvadrat. Endi qarasak, mana bu x kvadrat degan soni menga yo'q edi. Men uni o'zimdan qo'shganligim uchun yo'qotish uchun davomida yana x kvadrat qo'shib qo'yaman. Shunda ikkalasi yo'qolib, bizga yuqoridagi holatga qaytib keladi. Endi bu ishni qilishdan maqsad nima edi desa, biz agar mana bu narsani b deb qaraydigan bo'lsam, ifodam b kvadrat minus 2ab plus a ning kvadrati. Ya'ni ildiz ostida 1 minus x kvadrat minusdan x ning kvadratiga kelib qoladi. Bu qavsni ochib chiqadigan bo'lsak, bu ifoda modulda ildiz ostida 1 minus x kvadrat ayrilgan x ko'rinishiga kelib qoladi. Endi x imni o'rniga 7 taqsim 25 ni olib kelib qo'yadigan bo'lsam, 24 taqsim 25 ayrilgan 7 taqsim 25, ya'ni bu 17 taqsim 25 ga teng chiqadi va bu javob bizda mana B javobda turibdi. Keyingi savolimizda bizga agarda mana shu a soni uchun mana shu tenglik o'rinli bo'ladigan bo'lsa, quyidagi ifodaning qiymatini toping degan ekan. Xo'p, ketdi. Birinchi o'rinda bu ifodani soddalashtirish olaman. Ya'ni qaraydigan bo'lsak, mana bu ifodani o'zi a bilan belgilanyapti, x deylik. Mana bu ifodani y deb oladigan bo'lsam, mana bu ifodam bizga y, mana bu ifodam x bo'lib kelyapti. Ya'ni mahrajni tenglikni bu tomoniga o'tkazadigan bo'lsak, 30 barobar y ning kvadrati minus x ning kvadratiga kelib qoladi. Bizda y ning kvadrati mana bunga teng. A plus 2 kvadrat ko'paytirilgan a ayrilgan x ning kvadrati a kvadrat qavsida a plus 2. Soddalashtiradigan bo'lsak, a plus 2 ni qavsni tashqariga chiqarsam, qavs ichida qoladi a plus 2 minus a, ya'ni 2 ni o'zi. Shu bizga 30 ga teng ekan. 2 ga bo'lib o'rsam 15. Bu yerdan a ni qiymatini 3 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Demak, a ni qiymati minus 5 bo'lgan holatda adashmasam bu yerda to'g'ri keladi, lekin biz aynan 3 degan qiymatini olamiz. Nima sababdan desa, minus 5 degan qiymatni oladigan bo'lsam, mana bu ildizim manfiy bo'lib qoladi. Ya'ni aniqlan sohaga tushmagan son bo'lib qoladi. Demak, a barobar 3, a barobar 3 ni mana bu yuqoridagi tenglikka olib borib qo'yadigan bo'lsam,
2 taqsim 3 plus 1 taqsim 3 ya'ni 1 degan javob chiqargan va u bizga D javobda turibdi. Keyingi misol. Agarda A, B, C lar mana shu ko'rinishda bo'lsa, mana bu ifodaning qiymatini topishimiz kerak ekan. Xo'p, bunda nima qilamiz qaranglar. E'tibor beradigan bo'lsam, menga A, B, C sonlar yig'indisi 0 ga teng. Demak, men A plus B ni minus C ga teng deyishim mumkin. Yoki B plus C ni minus A ga. Yoki A plus C ni minus B ga teng deb olib ketishim mumkin ekan. Bu qiymatlar nimaga kerak desa, mana bu maxrajlar o'rniga o'sha qiymatlarni olib qo'yish uchun kerak. A kvadrat taqsim minus B plus C minus A ga teng. B kvadrat taqsim minus B. C ning kvadrati taqsim minus C barobar. Hammasida minus bor, oldinga chiqarsam A plus B plus mana bu joyi minus ekan, uzr. Mana bu joyi minusdan ekan. Minus bo'lsa, keyingi holatimizda mana bu joy minusga o'tib ketadi. Minusni qarsini tashqariga chiqarsam A plus B minus C bo'lib qoladi. Sizga buni qiymati A ga B ni qo'shadigan bo'lsam 2023 ga yana 2023 ni qo'shadigan bo'lsam 46, oldidagi minus bilan minusdan 4046 degan javob chiqib qolar ekan. Demak, ya'ni bizga bu mana C javobda turibdi. Keyingi misolimizda agar A va B ning ketma-ketliklari mana shu va mana shu ko'rinishda bo'lsa, quyidagini hisoblang. Xo'p. Bu misolni to'liq ishlab chiqish shart emas. Umumiy mana shunday misol kelib qolsa, umumiy xat formulasi berilganmi? Misolda umumiy so'ralayotgan narsani yozib olish kerak. Ya'ni umumiy ildiz ostida ayin. Mana chunki hammasi mana ildiz ostida A1, ildiz ostida A2 ga ketyapti. Va o'rniga mana bu umumiy formulani qo'yaman. 2n kvadrat. Shunda 2 ildizda qolib ketadi, n ni qiymati ildizdan chiqadi. Va endi modulsiz chiqaryapman, chunki bu indeksda kelgan son. Mana indeksda turgan sonim natural ekanligi aniq. Eng kamida 0, musbatligi aniq. Demak, keyingisi ildiz ostida bn. Buni hisoblasam ildiz ostida 3n chiqadi. Yoki mana shuni yozib to'liq yozaylik birinchi safarga. 3n kvadrat. Bu ildiz 3n bo'lib qoladi. Endi umumiy holatda qaraydigan bo'lsak, bizga nima nisbatlari so'ralyapti? Bizga n ning qiymati ildiz ostida 2 ni chiqarsam 1 plus 2 plus 3 plus va hokazo 10 gacha bo'lgani. Ya'ni n o'rniga 1 dan 10 gacha son qo'ydim, ildiz 2 ni qarshisidan chiqarib qo'ydim. Keyingisida ham ildiz 3 ni qarshisidan chiqaramanda 1 dan boshlab 10 gacha bo'lgan sonlarni o'rniga qo'yib chiqaman. Shunda mana bu qavslarim qisqarsa, ildizda 6 taqsim 6 degan 3 taqsim 3 degan javob qoladi va bu bizga A javobda. Xo'sh, keyingi misolimizda cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyani birinchi hadi 6 ga teng, progressiya maxraji shundan kichik bo'lsa, bu progressiyaning yig'indisi nechta butun qiymat qabul qilishi mumkin deyapti ekan. Yaxshi. Demak, geometrik progressiya cheksiz kamayuvchi bo'ladigan bo'lsa, uning yig'indisi s cheksiz barobar b1 taqsim 1 minus q ko'rinishida bo'lar edi. Progressiya maxraji nechiga teng ekan? 1 taqsim 3 dan kichik bo'lsa, xo'sh, demak, yig'indisi nechta qabul qilishi mumkin? Xo'p, demak, nima qilamiz qaranglar. Demak, bizga cheksiz kamayuvchi bo'lishi uchun q ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari minus 1 dan 1 gacha oralig'ida bo'lishi kerak edi. Endi aytyapti, bu 1 emas, 1 taqsim 3 dan kichkina. Demak, q qiymati tegishli ekan minus 1 dan 1 taqsim 3 gacha oralig'ga.
Demak, mana bu s cheksizini qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlarni topish uchun nima qilaman? Bilamizki, mana bu ifodani maksimali hamda minimali kerak. Maksimal qiymat bo'lishi uchun mahrajni minimallashtirishim kerak. Mahraj minimal bo'lishi uchun mana bu ayrilayotgan sonim eng kattasi bo'lishi kerak. Biz o'shanga s cheksiz minimalini, maksimalini topmoqchiman. B1 ni o'rniga 6, 1 minus chegarani o'zini qo'yaman va kirmaydi qolsa topib ketaveramiz. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsam, buni qiymati 9 chiqadi. Keyingisi, endi minimalini topish uchun mahrajda ayrilayotgan sonni minimal qilaman. Ya'ni 6 taqsim 1 minus 1 ni qo'ysam plus 1 bo'ladi, ya'ni 3. Demak, s tegishli bo'lar ekan 3 dan 9 gacha. Bu oraliqdagi butun sonlarim 4, 5, 6, 7 hamda qaysi? Hamda 5 sonlari, 8 sonlari bizga qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlar bo'lar ekan. Ya'ni bu 5 ta. Demak, biz bu yerda hozir B javobni olar ekanmiz. Keyingi 11-misolimizda bizga quyidagini hisoblashimiz kerak ekan. Bunaqangi logaritm kelib qolsa, eng yaxshi yo'l ichkaridan boshlab hisoblab kelaverish kerak bu misolni. Ketdi, mana birinchi men mana bu joydan boshlab hisoblab olaman. Demak, birinchi mana bu narsani hisoblaymiz. 4 ning darajasida logaritm. Bilamizki, mana buni agar suratga chiqaradigan bo'lsam, asoslar almashadi. 2 asosga ko'ra ildiz ostida 10 ga aylanadi bu. Endi 4 bilan ildiz 10 da o'rnini almashtirsam, buni qiymati 10 chiqadi. Demak, buni surati 10, 10 ni 5 ga bo'lsam, mana bu joyim 2 chiqar ekan. Endi mana bu qismni hisoblasam bo'ldi. Uni hisoblash uchun nima qilaman? 25 ni oldiga mana bu ikkisini tushirsam, logaritm 3 asosga ko'ra 5 ko'paytirilgan. 27 ni 3 ni oldinga tushiradigan bo'lsam, logaritm 5 asosga ko'ra 3. Bilamizki, bu ko'rinishdagi ifodalar qisqarib ketadi hamda 6 degan javobni o'zi olib ketadi. Demak, 6 ga 2 ni qo'shsam 8. Bizga mana bu misolim logaritm 2 asosga ko'ra 8 ko'rinishiga keladi. Buni qiymati bizga 3 ga teng va bu B javobda. Keyingi misol. 12-misolda bizga aytibdi, agar P10 nuqtani koordinata boshi atrofida 5pi taqsim 3 radian burchakka burish natijasida mana shu nuqta hosil bo'ldi. X taqsim y ni qiymatini toping degan ekan. Ketdi. Demak, bizga mana bunaqangi aylana bor va bunda biri 0 nuqta. Ya'ni bu birlik aylana desam, 1 0 nuqta mana bu nuqtada bo'ladi. Demak, bu 1 0 nuqta. 5pi taqsim 3 degani bizga mana bu 5pi taqsim 3 ni qanaqa yozsam bo'ladi? Pi plus 2pi taqsim 3 deb olishimiz mumkin. Demak, pi qo'shilganligi uchun bu bemalol aylanib mana bu nuqtaga kela oladi. Mana aylanib bemalol mana shu nuqtaga kelib to'xta oladi. Demak, mana pi ga keldim. Yana 2pi taqsim 3, ya'ni 120 gradus. Ya'ni yana 90 yura olaman mana bu joygacha. 90, yana 30 gradusga yuraman. 30 gradus yursam, bizga mana bu nuqtaga kelib qolishi mumkin ekan. Xo'sh, demak, kelgan nuqtani belgilab qo'yadigan bo'lsak, mana bu burchagim 30 gradus. 30 gradus bo'lsa, biz bilamiz, mana bu radius 1 ga teng. Bu 1 degan nuqta hech qachon o'zgarmaydi. Mana bu nuqta. Bizdan so'rayotgan narsa, mana shu nuqtani koordinatasi p x ga y bo'layotgan bo'lsa, x ni y ga nisbatini topishim kerak ekan. Xo'sh. Buni ishlash uchun nima qilaman? Kelinglar, mana x hamda y larni o'tkazib olaylik. Mana bu joyim x, mana bu joyim y. Mana bu joy 90 bo'ladigan bo'lsa, x ni y ga nisbatini hosil qilish uchun x mana bu joyga tushirsam birdan tangimiz
30 gradusdan foydalanaman. Shunda bizga x ni y ga nisbati kelib chiqadi. Faqat bu joyga e'tiborli bo'lamiz. Uzunliklar nisbati olinyapti hozir. Shuning uchun ishorasini hali aniq ayta olmaymiz. Tangens 30 bizga 1 taqsim ildiz 3 ga teng. Bu degani ildiz 3 taqsim 3 ga. Endi e'tibor bersam hozir mana x ham musbat sohada turibdi. Y ham esa manfiy sohada. Demak, bularning nisbati ham manfiy chiqishi kerak. Shu sababli bularni oldiga minus qo'yib chiqamiz. Bo'ldi. Demak, bizga x ni y ga nisbati oxirgi minus kerak emas edi. Minusdan ildiz 3 taqsim 3 ga teng bo'lib qolar ekan va bu bizga mana C javobda turibdi. Bo'ldi. Keyingi misolimizda quyidagi ifoda quyidagilardan qaysi biriga teng? Ya'ni mana shu ifodani soddalashtirishimiz kerak ekan. Bo'ldi, soddalashtirsak bo'ldi ekan. Xo'p. Demak, soddalashtirguncha nimalarga e'tibor beramiz? O'zi nimalardan tashkil topdi misol. Birinchi o'rinda misolni yaxshilab bir o'rganib chiqish lozim. Bu misolni ishlashda birinchi qaraydigan bo'lsam, mana bu birinchi boshidagi turgan mana bu ifoda o'zi bitta sinus x ni yonidan ko'paytirganimda bizga sinus 2x hosil bo'ladi. Mana buni bittasi bilan ko'payib sinus 4x bo'ladi. Bu bilan ko'payib kosinus sinus 8x ga qarab ketib qoladi. Demak, o'sha joyini olib borsak. Qani, chiqmagan jondan umid. Demak, ketdi. Misolni to'liq sinus x ga ko'paytirib bo'laman. Bo'ladigan bo'lsam nima bo'ladi? Qani? 8 da sinus x cosinus x ko'paytirilgan cosinusning kvadrati 2x cosinus 4x qo'shilgan ikkita sinus x cosinus x qo'shilgan ko'paytirilgan cosinus 8x taqsimda sinus x. Xo'p, endi boya aytganimdek, mana bu ikkalasi sinus 2x ga keladi va mana bu 8 dan bitta 2 chiqib ketib qoladi. Demak, 4 qoladi. Shunda 4 da sinus 2x ko'paytirilgan cosinus 2x kvadrat. Shu kvadratini alohida qilib yozaylik. Cosinus 2x ga cosinus 4x. Mana bunday qilsak ham yaxshi bo'lar ekan. Bu ikkalasini olib tashlaymiz, o'rnini almashtiraman. Mana shunday yozib bitamiz. Endi qolayotgan joyda mana bu qism mana sinus 2x ga keldi. Qo'shilgan sinus 2x ko'paytiruv cosinus 8x. Maxrajda sinus x kelyapti. Endi mana e'tibor bersak, mana bu ikkalasi endi sinusdan 4x deb beradi. Endi bundan chiqqan natija bilan mana bu qo'shilib cosinus 8x ga o'tadi va mana bu joyda turgan 4 polni tugab ketadi. Shunda bizga misolda nima qoladi? Cosinus 8x sinus 8x bo'ladi. Sinus ko'payapti hozir. Sinus 8x cosinus 2x qo'shilgan cosinus 2x sinus ekan uzr. Sinus 2x ga cosinus 8x ekan. Maxrajimizda sinus x. Suratga e'tibor beradigan bo'lsam, bu sinuslar yig'indisiga keldi. Demak, bu sinusdan 10x taqsim sinus x ga teng bo'ladi va bu javob qaysi birida? Mana B javobda turgan ekan. Yaxshi. Keyingi misolimiz 14-misol. Tenglama nechta haqiqiy yechimga ega? Xo'p, tenglama mana shu tenglamani nechta haqiqiy yechimga ega ekanligini
ko'rsatishimiz kerak ekan. Xo'sh. Bu tenglamani ishlashda biza mana bu x kvadratlar bilan mana bularni sherik qilishimiz noto'g'ri. Makhraj borlarni makhraj bilan olib ketaveraylik. Qolganlarni alohida. X kvadrat minus 5x plus 6. Ayru. Mana bu 1 taqsim 9x kvadrat. Mana qo'shuvda u 9 minus x kvadrat. Mana bu ayru. Buni makhrajini ko'paytuvchiga ajratadigan bo'lsam, mana bu 18 bilan 2x kvadratni 9x bilan x kubni sherik qilib olsak. Ikkalasidan 2 ni chiqarsam 9 minus x kvadrat. Bulardan x ni chiqarsam 9 minus x kvadrat bo'lib qoladi. Teng 0. Xo'sh, x kvadrat minus 5x plus 6 qo'shuv. Mana bu ikkalasini makhrajida bor bo'lgan 1 taqsim 9 minus x kvadratni polniy qasmini tashqariga chiqarsam 1 ayru x plus 2 taqsim x plus 2 ga kelib qoladi va bu joy bizga 0 ga teng. Bu yo'qoldi degani mana bu qism ham polniy ketadi. Faqatgina bittagina joyi mana bu makhraj 0 bo'lmasligi kerak deb x teng emas plus minus 3 ni olib qo'yishimiz lozim. Shunda x minus 3 x minus 2 teng 0 bo'ladigan bo'lsa x teng 2 va 3 bo'ladi va biz 3 ni chiqarsam x teng 2 ni o'zi qolib ketadi. Tenglama nechta yechimga ega desa bittagina 2 degan yechimi bor ekan deb biz birni belgilab ketamiz. Keyingisi tenglama ildizlariga teskari sonlar yig'indisini toping. Demak, mana shu tenglamani ildizlariga teskari sonlar yig'indisini topishimiz kerak ekan. Xo'sh. Bu tenglamani xo'p quyidagi amalni bajaramiz. Ya'ni mana bu turgan ifodani a desak, bu ildizini b deb oladigan bo'lsam, a dan b ni ayirsam nima bo'ladi? A dan b ni ayirsak x kvadratlar yo'qoladi. 5x ga 3x qo'shilib 8x bo'ladi. Va mana bu uchlarim ham yo'qolib ketadi. Demak, a bilan b ni ayirmasi mana shunga teng. Biza mana bu ildizda turgan ildiz x ni mana shunga bog'lash uchun nima qilaman? Xo'sh, bizada hozirgi holatda mana shu narsa bor. Ildizda x ni nima deb yozsak bo'ladi? A minus b ildizda osti desak 8x bo'ladi, ildiz ostida 8x bo'ladi. Uni yo'qotish uchun mahrajiga 8 yozib qo'ysam bo'ldi ekan. Mana shu ko'rinishda yozsak ildiz x ga keladi. Bo'ldi, o'rniga shu narsalarni qo'yaman. Ildiz a plyusdan ildizda b teng 4 ko'paytirilgan ildiz ostida a minus b taqsim 2 ildiz ostida 2. Bu bilan buni qisqartirib ikkita tomonni shunday kvadratga oshirib yuboradigan bo'lsak, a plus b plyusdan 2 ildizda ab teng bo'lib qoladi. Mana bu joyda 2 bo'lsa, demak 2a minus 2 b. Xo'sh, endi hammasini tenglikni bu tomoniga o'tkazsak, a ni bu tarafga, b ni bu tarafga, 3b plus 2 ildiz ostida ab barobar a ga. Xo'sh, endichi mana shu holatga keldi. Soddalashtirishda hech qayerda xato qilmadik-a. A bilan b ni ayirmasi 8x o'rniga qo'yadigan bo'lsak, ildiz x qoladi. To'g'ri u joyi. O'rniga demak shu narsani qo'yib ketishimiz mumkin. Keyin a plus ildiz b. U joylar to'g'ri yozildi. 8 ni maydalab yozib ketdim. U joyi ham to'g'ri. Demak, yaxshi, hech qayerda adashmabmiz. Endi b ni tenglikni bu tomoniga o'tkazsamda yana bir marta kvadratga oshirsak. Xo'p, endi davomida a b ni tenglikni bu tomoniga 3b ni tenglikni bu tomoniga o'tkazsamda 2 ildiz ostida ab barobar
a minus 3b ko'rinishida yozib, ikkita tomonni yana kvadratga ko'tarib yuborsak, shunda 4ab barobar bo'ladi a kvadrat minus 6ab 9b ning kvadrati. Endi mana shu holatga kelgandan so'ng ab ga ikkita tomonni tenglikda ikkita tomonni polni bo'laversam, 4 barobar a taqsim b minus 6 plus 9 da b taqsim a bo'ldi. Men agar mana bu ifodani a deb olsam, mana bu ifodan 1 taqsim, mana bu ifodani d deylik, bu 1 taqsim d ga keladi. Shunda 4 barobar d ayrilgan 6 qo'shuv 9 taqsim d. D ga ko'paytirib yozadigan bo'lsam, d kvadrat minusdan 10 ta d plus 9 barobar 0 ko'rinishiga keladi. Bundan d barobar 9, d barobar 1 ko'rinishidagi sonlar chiqadi. Endi ularni o'rniga qo'yadigan bo'lsak, xo'sh, a ning o'rniga qo'yamiz birinchi ildiz ostida turgan ifodani, ya'ni x kvadrat minus 5 plus 5x plus 3 ni b ni o'rniga qo'yamiz. X kvadrat minus 3x x kvadrat minus 3x plus 3 ni. Chunki biz mana a taqsim b ni d deb belgilagan ekanmiz. Shuni qiymatini 9 ga tenglasam, 9 ga tenglab soddalashtiradigan bo'lsam, 9x kvadrat 8x kvadrat bo'ladi. Minus 27 minus 32x bo'ladi. Plus 27 plus 24 bo'lib qoladi va bu 0 ga teng bo'ladi. Demak, bizdan so'rayapti tenglama ildizlariga teskari sonlar yig'indisini topish kerak ekan. Demak, tenglama ildizlariga teskari bo'ladigan bo'lsa, tenglama ildizlariga teskari sonlar yig'indisi. Demak, hozir mana bu holatda tenglamani ildizdan topish uchun 8 ga bo'laversam, x kvadrat minus 4x plus 3 barobar 0. Ildizlar x1 barobar 3, x2 barobar 1 bo'ldi. Misol birinchi tenglamani bo'yicha yechimini topdim. Ikkinchi tenglama bo'yicha, ya'ni ikkalasini bir-biriga tenglangan holati 1 ga teng bo'lgan holat bo'lyapti. Nisbati 1 bo'ldi degani, ikkalasi bir-biriga teng degani. X kvadrat minus 3x plus 3. Uchlarga javob berib yuboradigan bo'lsak, x kvadratlar ham ketsa, 8x ham 0 bo'lsa, x ham 0 chiqadi. Bo'ldi. Demak, x ham 0 bo'lgan paytida deyapti. Endi har bir holat uchun tekshirib ko'rishimiz kerak, chunki aniqlanish sohalari ko'payib ketdi. Har darajaga oshirganimda bitta aniqlanish soha o'zim uchun hosil qilib qo'yaman. U narsalarni bittalab topib chiqmasdan o'rniga x larni qo'yib ko'rish kerak. Misol uchun x ham 3 bo'lgan holatda. Mana bu joyga 3 ni qo'yib hisoblab ko'ramiz. Qani? 3 ni qo'ysam 9, 15, 9, 12, 27. Mana bu joyga 3 ni qo'yadigan bo'lsam, 9, 0, 3. 27 menga 3 ildiz osti 3, bu bilan 4 ildiz osti 3 bo'ladi. Mana bu joyga 3 ni qo'ysam ham 4 ildiz osti 3 haqiqatan bajarildi. Demak, bu yechim. X barobar 1. 1 ni qo'yadigan bo'lsak-chi. 1, 6, 9, 3 chiqadi. Bu yerga ham 1 ni qo'yadigan bo'lsam, bundan 1 chiqadi. 3 ga 1 4. Bu joyda ham 4. Haqiqatan 1 ham bajarildi. Keyingisi 0. 0 ni qo'yadigan bo'lsam, mana bu ifodamdan 3, bundan ham 3. Ya'ni 2 ildiz osti 3 0 ga teng bo'lib qoladi. Bu holat esa bajarilmaydi. Demak, mana bu joyda yozamiz, x barobar 0 mumkin bo'lmadi. Tenglama ildizlarga teskari sonlar deganda 1 taqsim 3 ga 1 ni qo'shib qo'yamiz. Chunki 1 ni teskarisi ham o'ziga teng. Bu bizga 4 taqsim 3 degan qiymatni beradi. Va bu bizda mana D javobda turibdi. Keyingi misolimiz. Mana shu tenglamani ishlashimiz kerak ekan. Xo'p, bu tenglamani ishlash uchun birinchi o'rinda mana bu ko'rinishdagi tenglamani to'liq soddalashtirib olishimiz lozim. Ya'ni mana bu hammasini ikki asosga ko'ra x
va songa aylanadiganlarni son ko'rinishida yozib ketaverishimiz lozim. Mana bu 3 ning darajasida logaritm 2 asosga ko'ra x plus 1 mavjud. Keyingisi 9 ning darajasida esa logaritm 4 asosga ko'ra x plus 2 mavjud. 81 ning darajasida logaritm 16 asosga ko'ra x, bunisi ayirma ekan, ayiruv 1 taqsim 4 mavjud. Bularni barobar. Endi mana bu plus 1 ni 3 ko'paytma qilib yozib ketaman. 3 ko'paytiruv 3 ning darajasi logaritm 2 asosga ko'ra x. Keyingisi mana bu 9 da esa plus 9 ning kvadrati 81. 81 ko'paytiruv deymiz. Xo'p, mana bu turgan 4 ning darajasi oldinga 1 taqsim bo'lib tushsa, o'sha mana bu 9 ga ta'sir qiladigan bo'lsa, 3 ning darajasi logaritm 2 asosga ko'ra x deb yozib ketamiz. Qo'shuv. Mana bu 16 ni ham xuddi shunday 2 ning darajasi deb oldinga 1 taqsim qilib tushiradigan bo'lsam, hamda mana bu minus 1 taqsim 4 ni yozmay turaylik hozircha. 81 da 4-ildiz olsam 3 logaritm 2 asosga ko'ra x bo'lingan 3 holatiga keladi. 4-ildiz degani 3 ga teng. Shu narsani 28 9 1 ga tenglab ketamiz. Mana bu turgan narsa hammasida bor. Shuni a deb belgilab ketaylik. 3a plus 81 ta a plus a taqsim 3. Mana buni qiymatini hisoblaydigan bo'lsam, nima chiqadi? Xo'sh, 9 ta a 243. 9 ga 243 ni qo'shadigan bo'lsam, 252 253 a taqsim 3 teng ekan. Mana buni qiymatini hisoblasak 72 ning ikkisi 7 kere 2 18, tildagi bilan 25, bu 3 253 taqsim 9 bo'lib qolgan. Mana bu bilan bu ketsa a barobar 1 taqsim 3. A ning qiymati 1 taqsim 3 chiqdi degani 3 ning darajasi logaritm 2 asosga ko'ra x teng 1 taqsim 3, ya'ni 3 ning minus birinchisi degani. Bundan x ning qiymatini ham 1 taqsim 2 ekanligi kelib chiqadi. Bu qanday bo'lyapti desa, mana bu ikkalasi tenglashganidan kelib chiqadi. Ya'ni 1 taqsim 2. Bu bizga mana B javobda. Keyingi misolimiz oraliqda nechta butun yechimga ega. Demak, mana buni ishlab chiqishimiz kerak ekan. Qavsni shunday ochib olsak, x ning 7-chisi minus x ning 6-chisi plus x. Makrajdan x ning kubini chiqarsam x minus 1. Sheriklari bilan ajratib olamiz. Mana bu bilan bu. Mana bu ikkalasi qisqarib ham ketgan. Shunda x ning 6-chisini chiqarsam x minus 1, x ning kubi x minus 1. Bizda shunaqa narsa bor. Kichkina 27. Tengsizliklarda bemalol tenglikni bir tomonida turgan ifodalarni qisqartirishim mumkin. Chunki bu musbat bo'lsa, bu ham musbat bo'lsa, ikkita musbatni nisbati hech nima o'zgartirmaydi. Manfiy bo'lgan taqdirda ham manfiy bo'lsa, ikkalasi yana qisqarib ketaveradi. Demak, mana bu holatda tagma-tag bo'laversam, x ning kubi kichkina 27 bo'lib qoladi. Bundan x ni 3 dan kichkina ekanligi kelib chiqadi. Lekin biz bilamizki, x ham teng emas. 0 bo'lishi kerak, 0 ga teng bo'la olmaydi. Bizdan so'rayapti, x ni mana shu oraliqdagi nechta yechimi mavjudligini toping deyapti. Keyin mana bu son o'qida o'sha nuqtalarni qo'yib olaylik. -5 u 7. Meni yechimim esa 3 dan kichkina sonlar, ya'ni mana bu tomondagi sonlar. Faqat oradan mana bu 0 ni olib tashlashim kerak. Shunaqa ko'rinishda qilib yozadigan bo'lsam, hamda 0 va 1 ham chiqib ketarkan, chunki boya qisqartirib o'rgan birimiz ham yo'qoladi. 0 va 1. Bo'ldi. 0 va 1 ni olib tashlasam, -5 dan bu yog'ida -5 dan boshlab 0 ga borgunimcha bo'lgan yechimlarim bizaga -5, -4 va hokazo -1.
Ya'ni bu yerda 5 ta. Keyingisi 0 va 1 chiqib ketadigan bo'lsa, 2 ni tengsizlik kirmaydi qasdami? 2 ni o'zi. Demak, bu yoqda esa 2 degan narsa bor, ya'ni bitta. Ikkalasi umumiy bizga 6 ta degan ildiz kelib chiqar ekan. Ya'ni umumiy soni 6 ta, bu bizga B javobda. Keyingi misollarimizda bizga mana shu ko'rinishdagi misollar berilibdi. Mana shu ko'rinishdagi tenglamalarni ishlashimiz kerak ekan. Tengsizlikni barcha butun yechimlari yig'indisini toping. Xo'p, ketdi. Bilamizki, modulda musbat narsani modulni ichidan chiqarishimiz mumkin. Demak, shuni chiqarsam x minus 2 kichik yoki teng modulda x minus 2 plus 6. Bu tomonga o'tkazsam, modulda x minus 2 ni kichik yoki teng 3 ekanligi kelib chiqadi. 2 ta edi, 2 ni bo'linma qilib tushirib yubordim. Mana shundan kichkina ekanligi kelib chiqib qolar ekan. Bunday ko'rinishdagi tenglamalarni biz sistema ko'rinishida ishlardik. Ya'ni x minus 2 kichik yoki teng 3 dan, x minus 2 katta yoki teng minus 3 dan deb oraliqqa qo'yardik. Ya'ni nima degani bu desa, mana bu tenglamani birinchi 3 ga teng bo'ladigan holat qayerda? X minus 2 ni umuman olganda mana bu x minus 2 emas, modulda fx ni 3 ga teng bo'ladigan holati fx ham plus minus 3 bo'lgan paytda bo'ladi. Demak, mana shu joyda minus 3 va 3 ni qo'yib bo'lsak, tengsizligim kichkinami? Bo'ldi mana. Koptokcha sakrataman. Plus minus plus. Va menga 0 dan kichkina turganligi uchun ham mana manfiy oraliqda olaman. Demak, yechimi mana minus 3 dan 3 ga borish kerak. Mana haqiqatan ham minus 3 dan mana 3 ga kelyapti. Bo'ldi. Shu oraliqqa qo'yib ishlaydigan bo'lsam, bizga x ning oralig'i x ning kichik yoki teng 5, x ning katta yoki teng minus 1 ekanligi kelib chiqadi. Bizga tengsizlikni barcha butun yechimlari yig'indisini topish so'ralibdi. Demak, minus 1 plus 0, 2, 3, 4, 5. Shuni hisoblasak bo'ldi. Orada mana bu joyda 1 qolib ketdi. Mana oxiriga yozib qo'yaman. Plus 1. Bu bilan bu qisqarsa 5, 10, 14 ekan. 14 degan javob. Ya'ni mana bu bizga mana bu C javob chiqib qolar ekan. Keyingi misollarimiz. Tengsizliklar sistemasini butun sonlardan iborat yechimlar yig'indisini toping. Mana shu tengsizlikni ishlashimiz kerak ekan. Buni ishlash uchun nima qilaman? Birinchi tengsizlikda 2 darajasi x ni a deb belgilash olaman. Shunda birinchi tengsizligim a kvadrat minus 66 ta a plus 128 kichik yoki teng 0 ko'rinishiga keladi. Buni ildizlari biza hamma ko'rib turibdi. 64 va 2 ga teng. Mana shu ko'rinishga kelgandan keyin a ni oralig'i menga keragi yo'q. Men shunchaki bunda 2 darajasi x minus 64 ni joyiga qo'yaman. Kichik yoki teng 0 deyman. Mana bu tenglamani yechimi kerak. Bu yerda bilamizki x barobar 6 chiqadi. Bu yerda x barobar 1. Endi keyingi tenglamamizni ishlaymiz, ya'ni tengsizligimizni. Birdan yechimlarni yozib ketaylik. Mana buni yechimi bizga 3 ga teng, mana buni yechimi esa 4 ga teng. Bo'ldi. Endi bu 0 dan katta bo'lsin, bu 0 dan kichkina degan ekan. Ketdi. Son o'qiga birinchisini yechimlarini yozaman. 1 va 6. Ikkinchisining yechimlari 3 va 4. Plus minus plus. Bizga birinchisi 0 dan kichkina manfiy oraliq, mana bu joy. Ikkinchisiga esa 3 dan 4 gacha edi. 3 mana 4. Plus minus plus. Keyingisida bizga 0 dan katta deganligi uchun ham musbat oraliqlarni olishim kerak. Mana bu bilan mana bu. O'qlarni tushirib oladigan bo'lsak, bizga umumiy hammasida bo'yalgan oraliqlarim x tegishli 1 dan 1 kiradi qavsda. 1 dan 3 gacha
shunisi kirmaydi qoldi ekan. Keyingisi birlashma 4 dan 6 gacha 6 ham kiradi qoldi. Bo'ldi. Tengsiz butun sonlardan iborat yechimlari yig'indisi. Butun sonlardagi yechimlari bizga 1, 2, 5, 6. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 3, 8, 14. Ya'ni mana bu A javobdagi. Keyingi misolimizda 20. Fx'im agar mana shu ko'rinishda bo'lsa, mana bu ifodaning qiymatini topishimiz kerak ekan. Yaxshi. Xo'sh, buni hisoblashda biz quyidagi ishlarni amalga oshiramiz. Ya'ni fx barobar mana bu 4 dan ikkisini olib qo'sam 1 plus logaritm 2 asosga ko'ra 2 taqsim x ko'rinishiga keladi. Endi o'rniga aytilgan narsalarni qo'yaman. Ifat ildiz 6 plus 2 barobar 1 plus logaritm 2 asosga ko'ra 2 taqsim ildiz 6 plus 2 ga teng. Keyingisi ifat ildiz 6 minus 2 ni hisoblasak. Bu 1 plus logaritm 2 asosga ko'ra 2 taqsim ildiz 6 minus 2 ga teng bo'lib qoladi. Buni barobar mana shu ifodani soddalashtiradigan bo'lsak 1 plus makhraj ratsionalligidan qutqarilsa 2 bu ildiz 6 plus 2 ga keladi. Bu narsani esa mana buni yozish mumkin. 1 plus 1 minus logaritm 2 asosga ko'ra 1 taqsim ildiz 6 plus 2 ko'rinishda yozib ketsak bo'ladi. Mana buni esa soddaroq qilib yana bir marta maydalasak 2 plus bo'ladi logaritm 2 asosga ko'ra 1 taqsim ildiz 6 plus 2. Ikkalasini yig'indisini oladigan bo'lsak esa mana bular qisqarsa 3 degan javob bo'lib ketadi. Bu bizga mana D javobda turibdi. Keyingi misolimizda mana shu funksiyaga teskari funksiya toping degan ekan. Birinchi o'rinda bo'lsa teskari funksiya nimaligini eslab o'tib ketaylik. Bizga fx funksiya berilgan bo'lsa, x argument bilan y funksiya o'rnini almashtirsak, hosil bo'lgan funksiya bizga teskari funksiya bo'ladi. Endi mana bu funksiyada teskari funksiya tuzish uchun quyidagi amalni bajarib o'tib ketaman. Ya'ni x ni o'rniga x0 plus 1 sonini qo'yaman. Shunda bu ifat x0 plus 1 taqsim 1 plus x kvadrat plus 2x plus 1 bo'ladi. Nimaga aynan x0 plus 1 qo'ydim desa, mana bu joyga olib x0 plus 1 ni qo'ysam, buni qiymati x ga teng bo'lib qoladi. Endi ya'ni x0 ga teng bo'lib qoladi. Ya'ni boya aytdik, endi mana argumentim bilan x'imni o'rnini, ya'ni funksiyani o'rnini almashtirsam bo'ldi. Bu ikkalasini o'rnini almashtirsam men ifat minus 1 x barobar x plus 1 taqsim x kvadrat plus 2x plus 2 ko'rinishiga kelib qoladi va bu bizga mana bu C javobdagi funksiyaga teng bo'lib qolar ekan. Bo'ldi. Demak, teskari funksiya tuzildi. Keyingi misolimizda grafik berilibdi. Agar mana shu funksiya grafiki tasvirlangan bo'lsa, quyidagini qiymatini toping degan ekan. Birinchi o'rinda so'ralgan narsani topib olaylik. O'zi qanaqa ko'rinishda u? J hosila x. J hosila x imda qiymatida mana buni oldida k 1 ga teng. Shuning uchun oldinga hech nima chiqmaydi. x minus 4 ning hosilasi. Qo'shuv. Bu yerda esa k ni qiymati 2. Oldinga chiqsa 2 da ifat 2x plus 2 ko'rinishda bo'ladi. Endi j shtrix 2 ni topsam ifat minus 2 qo'shuv 2 da ifat 2 ni qo'ysam 6 ko'rinishiga keladi. Demak, menga ifat shtrix minus 2 hamda ifat shtrix 6 kerak.
Bular nima? f(' minus 2 degani bizaga grafikdan mana qaraydigan bo'lsam, u nuqtada maksimum, ya'ni maksimumga qachon erishadi? Xoslar 0 ga teng bo'lgan joy. Ya'ni f(' minus 2 bu joyda 0. Xoslarni o'sha nuqtadagi qiymati 0 ga teng edi. Ajiyat 6 nima? Ya'ni f(' nima desa, mana bu 6 degan nuqtada urinma o'tkazilgan. O'sha nuqtani demak burchak koeffitsiyenti o'tgan joy. Bu yerda demak f('6) ni qiymati k ga teng. Bizda k tangens 30 gradusga tengligini mana ko'rib turibmiz. Bundan bu 1 ildiz osti 3ligiga kelib chiqadi. O'rniga qo'yadigan bo'lsam 0, mana buni o'rnida 2/3 bo'ldi. Ya'ni ildiz osti 3. Soddalashgan varianti berilgan bo'lishi ham mumkin. O'zi berilgan ekan mana C javobda. Bo'ldi. Demak, shu bilan bu misol ham yechildi. Keyingi misolga o'tamiz. Mana shu integralni hisoblash kerak ekan. Bilamiz, integral chegaralari bir-biriga teng bo'lsa, ya'ni mana bu 4(2), 4(2). Integrallarni qo'shib olishim mumkin. Integral 2 dan 4 gacha 27x³ qo'shuv 8. Maxrajim 9x² minus 6x plus 4 dx. Suratni agar ko'paytuvchiga ajratsak, ikkinchi qavsim maxraj bilan qisqarib ketadi. Shunda bizga 2 dan 4 gacha 3x plus 2 degan ifoda qolib ketadi. Bo'ldi, buni qiymatini 2 dan 4 gacha oralig'ida integralni olish qiyin emas. 3/2x² plus 2x 4 2. 4 ni qo'ygan bo'lsak 16, 2 8 24 qo'shuv 8 ayrilgan. 2 ni qo'ysam 6 ayruv 4. Demak 32 dan 10 dersam 22 degan javob chiqadi. Ya'ni bu mana C javobda turibdi. Keyingi misollarimizda ABC uchburchakning A tomonida mana shu. Yaxshi. Demak, mana bizga ABC uchburchak berilgan. AB va BD shartni AB BDga teng bo'ladi deyapti. Ya'ni mana bunaqa chiziq o'tkazilibdi. Mana bu D nuqta ekan. Mana shu bilan bu teng ekan. Shartni bajaruvchi chiziq o'tkazildi. Agar deyapti DBC burchak. Mana bu burchagim 24 gradusga, BCD burchak 48, ya'ni BCD mana bu burchagim 48 gradusga teng bo'lsa, ABD burchakni toping. ABD mana bu burchakni so'rayapti. Ketdi. Mana bu BDC uchburchakda mana bu joy tashqi burchak. Ya'ni bu 48 va 24 yig'indisi, ya'ni 72 gradusga teng. Teng yonli ekanligidan so'ng mana bu ham 72 gradus. Bo'ldi, bu yerdan f ni qiymatini topish uchun p dan 2/72, ya'ni 144 ni ayirib qo'ysak, javob 36 gradus chiqadi. Bu ana A javobda turibdi. Keyingi savolimiz ABC to'g'ri burchakli uchburchakni CD balandligiga o'tkazildi. Mana shu uchburchakning eng kichik medianalari mana shu gipotenuz uzunligini toping. Yaxshi. Demak, nima debdi ekan? Mana bu to'g'ri burchakli uchburchak. Uni balandligi tushirildi. Va eng kichkina medianalari deyapti. Demak, ABC uchburchakda bizga A, B, C. CD balandlik mana bu D nuqta. ADC va BDC uchburchaklarning eng kichik medianalari. Demak, ADCniki 4 ekan. Bitta narsa bor. Bu narsani eslab qolish kerak. Eng kichik mediana eng katta tomonga tushadi. Bizda mana bu ADC uchburchakda eng katta tomonimiz mana bu.
Demak, buni medianasi mana bu joydan chiqadi va mana bunday kelib tushadi. Keyingisida ham xuddi shunaqa pastga qarab mana bunday kelib tushadi. Sal qiyshiq chiqdi, shuni to'g'ri ochsaydik. Mana shu yerga kelib tushadi. Endi qaraydigan bo'lsam, ADS uchburchagim to'g'ri burchakli. To'g'ri burchakli uchburchakda gipotenuza medianaga teng bo'ladi. Ya'ni gipotenuzaga tushgan medianaga teng bo'ladi. Demak, mana bu ham xuddi shu xossaga ko'ra o'rinli. Mana buni 4 ga, buni 5 ga tenglasam, mana bu joy 5, bu ham 5. Bu 4, bunisi ham 4. Ya'ni bitta katetim 8, ikkinchisi 10 ga teng bo'lar ekan. Demak, bizga AB barobar ildiz osti 64 plus 100. Ya'ni AB barobar 2 ildiz ostida 41. Bu bizga mana C javobda turibdi. Keyingi misolimizda agar ABCda to'g'ri 4 burchakda mana shu bo'lsa, AC diagonaldan buklanib shunday burchak hosil qilindi. DB1 kesma uzunligini toping. Yaxshi. Ketdi, DB1 kesmani o'tkazib olsak, ana shu kesma uzunligi x. Ketdi, bizda nimalar bor? Bu qayrildimi? Demak, mana bu turgan 12 tomonim mana bu joydan o'tdi. Demak, mana bu 12 ga teng. Mana bu 12 ildiz osti 3 esa mana bu joyga kelyapti mana. Demak, 12 ildiz ostida 3 ga teng. Burchaklar ham xuddi shunaqa. Mana bu alfa bo'lsa, bunisi ham alfa. Demak, 12 ildiz osti 3 bo'ladigan bo'lsa, buni AC gipotenuzasi 24 ga teng chiqadi. Mana bu joyga 12 kelaveradi. Endi bizga mana bu burchak bo'lsa edi, fi. Shu burchak bo'lganda kosinuslar teoremasini x ni topolsak bo'lardi. U burchakni esa qayerdan topaman? Bizga mana bu joyda 2 ta alfa berilyapti. Umumiysi 90 ligidan fi ni qiymati 90 minus 2 alfa ekanligi aniq. Demak, x ni kvadrati kosinuslar teoremasiga ko'ra 12 ning kvadrati ko'paytiruv 3 qo'shuv 12 ning kvadrati ayruv 12 ning kvadrati ko'paytiruv ildiz 3 ko'paytirilgan kosinus 90 minus 2 alfa. Bu bizga sinus 2 alfani qiymatini beradi. Endi sinus 2 alfani qiymatini topish uchun mana bu joyda alfa burchakdan nimani topsak bo'ladi? Sinus alfa barobar nimaga? Qarshisidagining gipotenuzaga nisbati, ya'ni 12 taqsim 24. Bu 1 taqsim 2. Uchburchak bo'lganligidan buni qiymatini biza birdan 30 gradusda deb olib ketsak bo'ladi. Bu 30 bo'lsa, sinus 2 alfamning qiymati 60, ya'ni ildiz 3 taqsim 2 chiqadi. O'rniga borib qo'yadigan bo'lsam, mana bu joyga 4 ko'paytiruv 12 ning kvadrati ayrilgan. Mana bu joyda 2 ni tashlab ketibmiz. Kosinuslar teoremasida 2 ko'paytiruv qolib ketgan. Tak, ildiz 3 taqsim 2 ni qo'ysam, ayruv 3 ko'paytiruv 12 ning kvadrati bo'lib qolar ekan. Ayirsak bitta 12 ning kvadrati qoladi. Bundan x'imda 12 ekanligi kelib chiqadi va bu 12 bizga qaysi javobda? Mana C javobda turibdi. Bo'ldi. Keyingi misol. Agar mana shu sektorga ichki chizilgan aylanar radiusi shu bo'lsa, bo'yalgan soha yuzini toping. Ketdi. Demak, mana bu markaz desak, radiusi 2 ga teng ekan. Endi sektor bo'lgandan keyin mana bu burchak 60. Demak, bu bitta to'liq aylanani 6 dan 1 qismi. Bilamiz, aylanani to'liq aylanasini uzun anusi markazini gradusi bizga 360 bo'lish kerak edi. Bu yerda 60 gradus, ya'ni 6 dan 1 qismi bo'lyapti. Demak, buni radiusini qayerdan topaman? Biz mana bu nuqtadan markazdan o'tuvchi chiziq o'tkazsam, bu 2, bu 2. Bizda mana bu joyda hozir 60 gradus bo'lsa, mana bu qism ikkita qismga ajratiladi. Ya'ni 30 va 30 degan qismlarga ajraydi. Bundan
Mana bu tomonni qiymatini bemalol topib olsak bo'ladi. Ya'ni katangini 30 dan foydalanadigan bo'lsam, bu joy 2 ildiz osti 3 ga teng. Endi bilamizki, aylanaga o'tkazilgan urinmaning kvadrati, ya'ni mana bu 2 ildiz osti 3 ning kvadrati, mana shu aylanagacha bo'lgan eng yaqin masofa, mana bu masofani, ya'ni A desak, A ni to'liq masofaga ko'paytmasiga teng bo'lib qolar edi. Xo'sh, yokida unaqa ko'tarmasak ham bo'lar ekan, o'zi bu narsa shart emas ekan. Oddiygina mana bu joy uchun Pifagorni qo'llasam, mana bu uchburchak uchun, mana shu uchburchak uchun Pifagorni qo'llasam, mana bu A deylik. OA masofamning qiymati menga 4 ga teng bo'lib qolar ekan. 4 bo'lsa, umumiy OR desak, OR masofam shu sektorning radiusini olamiz. Ya'ni katta aylana radiusini beradi va bu qiymati 6 ga teng bo'lib qoladi. Demak, S bo'yalgan yuzi sektor yuzidan, ya'ni 1/6 ko'paytirilgan pi ko'paytiruv r kvadratdan aylana yuzini olib tashlaganimga teng, ya'ni pi ko'paytiruv kichkina r ning kvadrati. Buni hisoblab chiqadigan bo'lsak, mana bu bizga radiusimiz 6 chiqdi. 36 pi 6 ga bo'lsam 6 pi qoladi. 6 pi ayrilgan 4 pi. Buni qiymati bizga 2 pi ga teng chiqadi. Ya'ni mana bu C javobda. Xo'p. Keyingi misollarimizda 28-misol. Agar mana shunaqangi bo'ladigan bo'lsa, shuni topishimiz kerak. Xo'p. Mana shu tenglama ketdi. Birinchi o'rinda biz aylanalarni urinish nuqtalarida teng nisbatlarda bo'lishlaridan foydalansak, teng uzunliklarga ajrashishdan. Mana buni m deb oladigan bo'lsam, bizga mana bu masofa ham m ga teng bo'ladi. Endi bu BC masofa uzunligi 6 ekanligidan mana bu qolgan masofani 6 minus m ekanligi kelib chiqadi. Shunda mana bu masofani ham 6 minus m deydigan bo'lsam, A'sini 7 ekanligidan mana bu masofani m plus 1 ekanligi kelib chiqadi. Ya'ni 7 dan 6 minus m ni ayirdim. Shunda mana bu joyga ham m plus 1 qoladi. Shunda 2m plus 1 5 ga teng ekanligi kelib chiqdi. Bundan m barobar 2 ekanligini topdim. Bo'ldi. Biz mana bu joylar uchun xossalarini topdik. Endi ichki tomoni uchun boshqa rangda yozaman, yashil rangda yozadigan bo'lsak, ichki tomoni uchun bisektrisa xossasidan foydalanaman. Ya'ni xo'sh, bisektrisa to'xtagan joyiga olib boraylik. Mana bu masofani x deydigan bo'lsam, mana bu masofani y deydigan bo'lsak, bizda nima bo'ladi? Xo'sh, 7x barobar 5y chiqadi. Bundan y barobar 1,4x. Bilamizki, x va y yig'indisi menga 6 degan masofani berish kerak. Ya'ni BC tomoni uzunligini. Bundan bu 2,4x ni beradigan bo'lsa, 2,4x x barobar 60 taqsim 24 yoki da 12 ga bo'lib yuborsam 5 taqsim 2. 5 taqsim 2. X ni qiymatini topdik. Bizdan so'ralayotgan mana bu KF masofamning qiymati esa ko'rishimiz mumkin nimaga tengligini. X dan KF barobar X dan M ning ayrilganiga teng. X imizning qiymati bizga mana 5 taqsim 2 chiqdi. M ning qiymati 2 chiqqanda 5 taqsim 2 dan 2 ni ayirsam 1 taqsim 2 degan masofa qoladi. Xo'p, endi keyingisi mana bu asos uchun ham xuddi shu narsani qo'llasam, mana bu masofani
nima deb bo'lsa bo'ladi? A deylik. Mana bu masofani B deylik. Shunda 5 ta B barobar 6 ta A. Bundan B barobar 1,2 A ekanligi kelib chiqadi. Bilamizki A bilan B ni yig'indisi 7 ga teng. Bundan A barobar 70 taqsim 22. Endi qaraydigan bo'lsak, mana bu masofachi bizga D masofa. A dan M plus 1 ni ayirganimga teng. D Y barobar A minus M minus 1. M 2 ga teng bo'lsa, demak 70 taqsim 22 dan 3 ni ayiramiz. Shunda bizga D barobar 66 bo'lsa 6 taqsim 22 chiqadi. Bizdan ikkalasini yig'indisini so'raganda 1 taqsim 2 ga 6 taqsim 22 ni qo'shishim kerak. Xo'p, 1 taqsim 2 qo'shuv 6 taqsim 22. Buni qiymati 17 taqsim 22 degan javob chiqadi va bu qaysi javobda? Hisobda chalkashibmizmi deymanda. Qayerdadir hisob kitobni adashtirdik. Xo'sh, D masofada yoki D da yoki KFda qaysi birda adashdik? Qaysi joyda chalkashdik? Xo'p, hozir mana bu D ni boshqatdan ko'raylik-da. 66 ni ayirsak 6 emas, 66 ni ayirsak mana bu 4 chiqadi. 70 dan 66 4 bo'lsa, mana bu joyga 4 yozadigan bo'lsam, endi mana bu 15 chiqadi. Va bu mana D javobda ekan. Bo'ldi. Keyingi misol. Aylana koordinata o'qlari va shu chiziqda urinadi. Mana bu to'g'ri chiziqda to'g'ri yozib olaylik. Men bu holatiga uncha o'rganmaganman, ko'p ishlamayman bu holatda. X tak plus 5. Bo'ldi. Demak, kamayuvchi ekan. Shu aylanani to'g'ri qilib chizib olsak, mayli bo'lmadi. Mana shu joydan chizamiz endi qo'ldan kelgancha. Mana shu aylana X va Y o'qlariga urindi. Mana X, mana Y, mana Y, mana X. Shu nuqtalarga urinibdi hamda mana bu to'g'ri chiziq bizga, mana bu o'tayotgan to'g'ri chiziq bunga urinma sifatida o'tib ketibdi. Demak, mana bu ikkita kesib o'tayotgan o'zini nuqtalari bor. To'g'ri chiziq tenglamasidan qaraydigan bo'lsam, mana bu nuqtani 5 da kesib o'tadi. Mana bu nuqtani 12 da kesib o'tadi. Bizga mana bu markaz bo'lsa R. Demak, bizdan bu nima kelib chiqadi? R bo'lsa markaz A va B nuqtalari menga bir-biriga teng va ikkalasi ham R ga teng bo'lib qolar ekan. Endi radiusini topsam bo'ldi. Menga radius yetarli. Radiusni qayerda topaman? Mana bu masofalar teng ekanligidan. Hozir bu joyga R bo'lsa, mana bu joy 5 minus R. Bundan mana bu joyimga ham 5 minus R ekanligi kelib chiqadi. Shunda biz bilamizki, mana bu tomon 5 ga, bu tomon 5 ga, mana bu tomon uzunligi 12 ga teng bo'lsa, mana bu tomon uzunligi 13 ga teng bo'ladi. Bundan 5 minus R bu yerga ketadigan bo'lsa, qolgan mana bu qismi uchun bizga 8 plus R degan qiymat qoladi. Bundan mana bu masofani qiymati ham 8 minus R ekanligi plus R ekanligi kelib chiqadi. Shunda 8 plus 2 ta R ni 12 ekanligi hamda R ning qiymati 2 ekanligi kelib chiqdi. Bizdan so'ragan narsa A, B, R larning yig'indisi.
hammasi r ga teng bo'lganligi uchun a plus b plus r 3 ta r ga teng bo'ladi va bu 6 ga teng. Bizga bu narsa mana B joyda joylashgan. Xo'sh, 30-misolimizda nima debdi? Agar mana shu rombni shu perpendikulyar chiqarilgan, unda nuqta olingan bo'lsa, CF ni uzunligini toping. Xo'p. Bizga demak mana bu CF x bo'lsin, mana bu joy 60 bo'lsa, bilamizki, rombda mana bu joyga 120 masofa gradus qolib ketadi. Aytyapti ekan, BF 10, AF 2 ildiz ostida 43. Demak, mana bu qismini o'tkazadigan bo'lsak, romb bo'lgandan keyin tomonlar teng. Bilamizki, teng tomon mana bunaqangi uchburchakda, teng yonli uchburchakda orasi 120 gradus, yonlar a bo'lsa, bu tomonga ildiz 3a qoladi. Bundan mana buni ildiz 3a ekanligi kelib chiqdi. Endi mana bu FS masofa ikkalasi uchun umumiy ekanligidan Pifagorni yozib ketamiz. 10 ning kvadrati ayru a kvadratim teng x ning kvadratiga va bu teng 2 ildiz osti 43 ning kvadrati, ya'ni 4 ko'paytiruv 43 ayrilgan 3a kvadratga. Va biz bu yerdan 2a kvadrat barobar 12 ning ikkisi 172 ayru 100 ekanligini yozsam, a barobar 6 ekanligi kelib chiqadi. Demak, x ni topadigan bo'lsam, x barobar 100 ayrilgan 36, ya'ni 64. Bundan x imiz 8 ekanligi kelib chiqadi va bu mana C javobda. Xo'sh, keyingi misol. 9 ga bo'linadigan barcha raqamlar tok bo'lgan uch xonali sonlar nechta? 9 ga bo'linadi va barcha raqamlari tok. Yaxshi, demak, birinchi o'rinda tok sonlarimizni hammasini yozib olaylik. Bizga 1 dan boshlanadi, 3, 5, 7 va 9. Demak, 9 ga bo'linadigan va barcha raqam uch xonali sonlar deyapti ekan. Demak, uch xonali sonlarim qanday ko'rinishda? Bizga mana bu ko'rinishda bo'ladi. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. 9 ga bo'linadigan deyaptimi? 9 ga bo'linish uchun raqamlar yig'indisi bizga 9 ga bo'linishi kerak edi. Endi o'ylab ko'ramiz. Mana bu tok sonlarimda 9 ga bo'linadigan qaysi juftliklar mavjud? Shularni birinchi aniqlab olamiz. Bizga 1, 3, 5. Keyinchi 1, 3, 5. 3 ta son tanlab olaman. 9 ni o'zini tanlab ola olmas ekanman, eng qizig'i. 9 ni tanlaydigan bo'lsam 9 ga sherik yo'q bo'lib qoladi. Demak, 1, 3, 5 bor. 9, 7. 9 bilan 7 ni yig'indisi 16. 16 bo'lsa 1 qo'shsak 17 bo'lib qoladi, yetmay qoladi. 16 ga 5 ni qo'shsam bo'linmay qoladi. Demak, ular bo'lmaydi. Demak, 1, 3, 5 bor. Bo'ldi. Faqat shular bo'lar ekan. Boshqa hech qaysida sherik bo'la olmayapti. Demak, 1, 3, 5. Demak, bizda 3 ta son bor. 3 ta sonni mana shu 3 ta kataga qanday joylashtirish mumkin? Necha xil usulda? Takrorlanmasligi kerak. Barcha raqamlari tok, uch xonali sonlar nechta? Eng qizig'i bunda bo'linadigan va barcha raqamlar tok. Raqamlar takrorlanmasin degan shart yo'q ekan. Shuning uchun kelinglar, birinchi o'rinda raqamlar takrorlanmaydiganlarni topib olamiz, keyin takrorlansa bo'ladiganlarni qo'shib qo'yamiz. O'zi bitta variant bor unga. Xo'sh, ketdi. Birinchi bu xonaga 3 ta, bu xonaga 2 ta, mana bunisiga bitta son qo'yishimiz mumkin. Ya'ni 5 bu yerga keladigan bo'lsa, bundan keyingisiga 3 bilan 1 degan ikkita kombinatsiya qoladi. Bularni ko'paytiradigan bo'lsam 6 ta. Demak, bizga hozir mana bu holat uchun 6 ta, ya'ni raqamlar takrorlanmasa 6 ta kombinatsiya kelib chiqdi. Xo'p, endi keyingi holatimizda-chi? Agar raqamlar takrorlanishi mumkin bo'ladigan bo'lsa, bizga mana bunga bitta qo'shilishi aniq. Ya'ni mana bu 999 hisobiga bunga 7 ta deb yozib ketamiz. Mana bu 6 ta 7 ta bo'ladi.
yana qanday holatlar bo'lishi mumkin? Endi ikkita raqam takrorlanadi, bittasi o'zi boshqa yakka holatda kombinatsiya mavjudmi yo'qmi shunisini ko'ramiz. Qani, ikkita 7 bilan bitta 5, ya'ni 7 7 5. Bu variant ham bizga bo'ladi. Demak, buni endi necha xil usulda joylashtirishimiz mumkin ekan? Demak, 7 7 5, 7 5 7 5 7 7. Menimcha bo'ldi. 7 7 5 7 5 7 5 7 7, ya'ni 3 ta yana. Boy 7 ta edi, yana 3 ta qo'shildi, demak 10 ta bo'ldi. Demak bizga mana D javob bo'lib qolgan. Keyingi holatimizda mana shu to'plamlar bor ekan, bo'lsa mana shuni qiymatini toping. Bizda to'plamlar uchun bitta xossamiz bor. Bunday misollarda shu xossa ancha qo'l keladi. N, A va B to'plam birlashmasi, bizga to'plamlarni ham ko'paytmasi deymizmi, birlashmasi deymizmi? Ularni alohida holatlariga yig'indisidan ularni ayirmasini yoki kesishmasini olib tashlaganimizga teng bo'lib qolar ekan. Bularni teng ekanligidan x ni qiymatini topishimiz mumkin bo'lib qoladi. Ya'ni 5x plus 1 barobar NA 3x minus 1 ga NB 4x minus 1 ga teng. Undan ayirib tashlasam 5 ni ikkalasi tenglashishi kerak ekan. 7 ta x, bu yoqqa 5x ni o'tkazsam 2 ta x bo'ladi. Barobar minus 2, bu bilan minus 7 tenglikli bu tomondagi 8 bo'ladi. Demak x barobar 4. Mendan so'ragan narsa n AB. Demak x ni o'rniga olib borib 4 ni qo'yadigan bo'lsam, bu 21 chiqadimi? 21 ga teng ekan. Bo'ldi. Bizga demak bu C javobdek bo'lar ekan.